Sizlar bilan Haftbek do'stlar. Bugun sizlar bilan ana shu chiziqdan chiqmasdan Minecraftda survival yashashga qaror qildim do'stlar. Xo'p do'stlar, biz ana shu yerga paydo bo'ldik va bizlar krevatimizni bosib qo'yishimiz kerak do'stlar va albatta daraxtimizni chop qo'yishimiz kerak do'stlar. Bizlar sandiqqa nimalar beribdi bizlarga ko'ramizlar. Bizlarga hamma daraxt chopishimiz kerak do'stlar. Xo'p, mayli, chopamiz. Va bizni mana bu barglarni sindirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, biz ishimizni qilib oldik. Endi esa o'zimizga bulardan taxtalar va 8 ta juft albatta versiya bizga berilgan ekan. Versiyamizdan buni yasab o'zimizga koncha qilishga ketdik. Biz faqat mana bu yerdan qilishimiz kerak do'stlar, chunki bizlarga ana shu yerdan koncha bo'ladi do'stlar va shuning uchun qani go do'stlar. Birinchi konchamizni shunaqa qilishimiz kerak. Va mana taxtalar ham chiqishni boshladi. Do'stlar, sizlarga negativ gapim bor. Va qaranglar, mana bu yerda ko'mir ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda ham ko'mir ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerlarda qaranglar do'stlar, nima chiqdi. Omadda bu yer. Va men albatta bularni ham yasab oldim. Endi esa o'zimga toshlik yetgan bilan kuchayishimni davom ettiramiz do'stlar. Va do'stlar, bizlarga ana shular kerak bo'ladi. Bizlar birinchi daraxtimizni ekdik do'stlar. Sizlar sen bu yerda oddiy survival qilmoqchisanmi deganlar uchun yo'q, men nazarga 30 ta olovli yog'cha to'plashim kerak. Shuning uchun men bu yerda ishlayapman do'stlar. Bizlarning maqsadimiz go olg'a do'stlar. Xo'p do'stlar, bizlar bularni sindirib olamiz. Albatta bizlar yukchayish ham ko'p muammo o'rtaga bermaydi do'stlar. Shuning uchun bizlar davom etamiz. Do'stlar, bizlar kovlashimiz kerak. Bizlar albatta 14 ta tosh qilishimiz kerak. Va mana bizlar sizlar aytgan narsalarni ham qilib oldik do'stlar. Shuning uchun 7 ta chiqdi temir, 7 ta ko'mir, 7 ta temir, albatta rashban 8 ta, 9 ta, 10-si. 10-si. To'g'ri 10-si yo'qmi? To'g'ri 10-si bo'lsa, yo bo'ldi. To'g'ri gapini bo'lmasizdan 10-si yo'q deyapti. Do'stlar, mana 50 ta toshimiz ham bo'ldi va 9 ta temir, 9 ta ko'mir bo'ldi do'stlar. Endi biz обязательно bukondan chiqishimiz mumkin. Sizlar aytishingiz mumkin, sen bu yerdan uy qilmoqchisanmi? Agar sen bu yerdan uy qilsang, ana shu yerni yo'q qo'yadi deyganlar uchun konni ichiga ham qilmayman. Bizlar mamlaqa daraxtlardan o'sirib mamlaqa daraxt topganimizdan keyin o'shani tepasiga uyni quramiz. Qani go do'stlar. Bizlar 4 ta pechkani yasab oldik do'stlar. Endi esa bizlar buni olmaymiz, qamaylar do'stlar. Bizlar buni olamiz. Do'stlar, bizlarga suv bilan buni berdi. Xo'p do'stlar, bizlar o'zimizga joy qilishimiz kerak. Uning uchun bizlar mana bu yerni yopishimiz kerak. Sizlar sezishingiz mumkin, kechasi tushgandan keyin bizni zombiga o'xshagan biratlarimiz tinch qo'ymaydi, tinchgina yurishimiz uchun bizlar обязательно yanchaqlarni o'rab chiqishimiz kerak. Qo'lim qiyshiq bo'lgani ham yomonda do'stlar, qo'lim qiyshiq bo'lgani. Do'stlar, birinchi levelda teshib chiqmasa ham kerak. Endi aybga bermasizlar, qo'limdan kelgancha qildim do'stlar. Mana ana shu yo'qlarni, detalini qilib tashladim va shuning uchun endi bizlar temirlarimizni qilib olishimiz kerak. Do'stlar, qaranglar, mana men endi qilib oldim. Mana 3 tadan bo'ldi. Menga ham 3 ta, ikkitasi pishdi va ikkitasi pishdi do'stlar. Va bizlar bularni kutishimiz kerak. Ana u yerda o'rgimchak ko'ryapman do'stlar. Xo'p, ham ketib qoldi. Xo'p do'stlar, bizlarga creeper degan kelib qolmasa, lanaga o'xshagan. Sizlarga juda ham yomon gap aytaman. Mana bu yerda ikkita creeper kelib men qo'qishtirib, jonimni ham qo'qishtirib ketdi do'stlar. Qamaylar do'stlar, agar buyurmasizlar. Mana ham qo'lim qichaqli qilib endi ba'zida to'g'rilab chiqdim. Sal qolsa bizni yoraydim. Xo'p do'stlar, darajamni beradi o'ylabman eski Minecraft. Xo'p, mayli.
bizlar bularni oldik. Endi обязательно uxlab olishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizlarni hozir ikkita creeper yetmagandi, to'rtta creeper bo'lib ketishi mumkin. Xo'sh, ikkala ikki tur, uxla qani. Bo'l. Xo'p, mana sizlar bilan do'stlar birinchi kunimiz do'stlar. Va quyosh qani? Quyoshsiz kun. Bo'ldi, quyosh kuzatish menga emas ekan. Shuning uchun bizlar toshlarni kovlaymiz. Do'stlar, mana 20 ta toshimizni ham kovlab oldik do'stlar. Xo'p do'stlar, videomiz qisqagina qiziqarli bo'ldi deb umid qilaman do'stlar. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tezda o'tib kanalga like bosib obuna bo'ling. Ikkinchi qismini ko'rishni xohlasangiz, obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Unda biz sizlarni xayrlashamiz. Xayr do'stlar, sog' bo'linglar.